turibdi konstitutsiya. Ko'rligi qarang, siyosiy ko'rligi. Ani Shoira Hasanovani o'rinbosari bor, Kamol Yo'ldosh. Kemal Tifal Tavroti, sayramlik siyonist. U biladi o'sha butun buzg'unchilikni o'sha g'arb qilib o'tirganini biladi-da, indamaydi. Shoira opasi deydi, gapiraversin, chetga murojaat qilamiz, kuladi bular ustidan, hammasi ustidan kulib o'tir. Ko'rdingizmi? Hukumat ham najotni g'arbdan qidiradi, chet eldan, muxolifat ham shu yoqdan. Kim xalqni o'zidan najot tayanadi? Men shuni kelajak avlodni, yosh avlodni huquqiy bilimini oshirib, onglantirib, ogohlantirib, mana Rossiyada mana bunaqa qonun qabul qilyapti, bizga banditlar kirib keladi deyapti deb, mana shu men qilib o'tirgan ishni mana shu muttaham bomchilar qilish kerak shuni. Qilmaydi shular. Ko'ringda, men 20 minutlik kesib qo'ydim parchasini. O'chirib, buni